Hello hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbakam. Bugungi kanalni ko'rib turganimizdan xursandmiz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan case ochamiz do'stlar. Ana birinchi u case menyusini ochib olamiz. Hozir mana bizda 10.200 manat bor mana shu casedan. Ana 7 kunga qo'shilgan bu case. Mana shu 3 ta bu yerda maoshim bor. Cadillac Mensuri va yana bitta mashina, 2 ta yana Mensuri mashinalar bor do'stlar. Mana 8 ta casedan oldik. 8 ta casedan olganmiz. Besplatniy casedan bitta bor ekan, ochamiz. Bu 2 soat o'ynasalaringiz beradi. Va mototsikl case bor ekan, 2 ta ochamiz 100.000 so'm. Va yana 100.000 so'm. Endi yana bitta drift case bor. 5 ta olganmiz uni. Undan ham ochamiz. Bu yerda 2 ta drift mashina bor. Ana shular tushadi. Buni ko'rishingiz mumkin nimalar tushmoqda. Endigi navbat do'stlar 8 ta Mensuri case'ga. Bu yerda menga eng yoqqan Rolls-Royce Cullinan Mensuri yoqdi Cadillac bilan. Va 8 tada bittasini tushirishga harakat qilamiz do'stlar. Try again, come back stronger in a war. Bill can stop me now. Ko'rib turganlaringizdek hech nima bermadi va bizning pulimiz 750 mingdan 2.300.000 ga kelib qoldi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Biz hech qachon taslim bo'lmaymiz. Yana 8 ta case oldik, yana ochamiz. 150 yana donat yetib yana olamiz do'stlar. 8 ta case mana jam bo'lib 16 ta case. 16 ta casedan tushadimi yo'qmi ko'ramiz buni. Yana ko'rishlaringiz mumkin nima tushmoqda 8 ta casedan. Hech nima bermadi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek bir kun kelib bizni ham omadimiz kelib qoldi. 8 ta Mensuri case'dan ham hech nima bermadi, 5 ta drift case'dan ham hech nima bermadi va bitta besplatniy case'dan ham hech nima bermadi do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling do'stlar. Rus Mobil 2-seri sizlar kutib qolamiz. Promokod Panjero 777 hammaga xayr.